Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Şerqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Aldı bilan xəvərlərimizdən asosiy məzmunlarını tanıştırırıq. Xitay Sherqiy Türkistanda atalmış advokatlar qoşununu küçəytməkdə. Yeziş erkinlik körsətküçüge qamaqtىكى 40 Uyghur ziyalisi kırgızıldı. Baydin ئەرمېنىيە qırğınçılığını İrqىy qırğınçılıq deb e'lon qildi. İsra'iliye öldürgen ve cəsədini 3 yıldan keyin topshirgan o'smir dafn qilindi. Hindistan'da Xitay virusunun yuqum ahvali yuqur pəlliga yetdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizдің təfsili məzmunları bolsun. Atalmış Uyghur Abnumraylık Siyaset Məsləhət Kengişi 21 aprel yığın ötküzüb, Şinjan'da advokatlar qoşununun quruluşunu küçəytdiş. Advokatlarning qonun mulozimatiga qatnash mexanizmini mukammallashtirish masalasini muzokara qilgan. Advokatlarning rolini kuchaytirish to'g'risidagi bu yig'inning Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish, necha millionlagan kishini qonunsiz lager va turmalarga qamash bilan ayblanib, xalqaro kishilik huquq tekshirish tashkilotlarining Sherqiy Türkistanda mustaqil tekshirish olib berish haqidagi besimiga duch kelgan mazgilda echilishi diqqat qo'zg'agan. Xitoy axborotlaridan Şinjan gazetining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abnumraylık Siyosiy kengashining raisi Nurlan Abdumajinning riyosatchiligida o'tkazilgan yig'inida advokatlarning qonun mulozimatiga qatnash xizmat mexanizmini mukammallashtirish, advokatlarni tarbiyalashning yangi yo'llarini achish, atalmış Şinjanning O'rta Osiyodagi davlatlar bilan bo'lgan advokat almashtirish hamkorligini kuchaytirish, tuzumni mukammallashtirib, advokatlar qo'shunining qurilishini kuchaytirishni talab qilgan. Yig'inda yana advokatlik o'rinlarining chet joylarda, chegara noyalarda tarmoq punktlarini achish, qo'sh tillik va chet elga munosabatli advokatlarni tarbiyalashni kuchaytirish talab qilingan. Xitoy Kompartiyasi 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda necha millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamab, ularning ichidagi nurg'un kishilarni advokatsiz, kishilarga o'zini oqlash huquqini bermasdan naqaq jazolab kesib o'tgan. Chet eldagi ba'zi Uyg'ur oila a'zolarining bildirishicha, bu jarayonda lagerdagilarning izdirkini qilish uchun advokat tutish mumkin bo'lmagan. Amerika qalamkashlar jamiyati e'lon qilgan 2020-yillik yezish erkinlik ko'rsatkichi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasi dunyodagi yozuvchilarni va shoirlarni eng ko'p tutqun qilgan davlat ekanligini, 81 dan ortiq kishining so'zlash bilan turmaga tashlanganligi, ko'pinchisining Sherqiy Turkiston, Tibet, ishki Mo'ng'ul va Hong Kongdagi yozuvchilar ekanligini, 23 aprel doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan internet yig'iniga yozuvchilar eng ko'p tutilgan rayonlarning vakili sifatida tutqundagi Uyghur ziyolisi, dаңlıq yozuvchi, jurnalist Qurbon Mahmudning o'g'li Bahram Sintosh taklif qilinib, muhim so'z qilgan. Bahram Sintosh so'zida dadasi Qurbon Mahmudning o'zini yo'qlash uchun Amerikaga borganligini, bir necha oy turib vatanga qaytgandan keyin izdiraksiz yo'qolib ketganligini, oilasidagilarning jafoliq izlash, surish qilish orqali dadasining qo'lga olinib qayta tarbiyalash lagerida tutib turilayotganligini bilganligini, hozir Sherqiy Turkistonda Uyg'ur mahallasining o'zligi yo'q, ommaviy bilimi yo'q, o'zining kitoblari yo'qligini, Uyg'urlarning o'z madaniyati va tilini o'rganish uchun hech qanday sharoit yo'qligini, Xitoy Kompartiyasi va tashviqot apparatları Uyg'urlarning miyasini yub osmonasiga qilganligini, Uyg'urlarga 24 soat axborot va qizil kitob orqali Xitoy Kompartiyasining ideologiyasini o'rgatadiganligini so'zlab, Uyg'urlarning madaniyatini tubdan yo'qotish uchun dadasi qatorliq sarxil bir avlod ziyoli yozuvchi kishilarni tutqun qilib, jazo lagerlari yoki turmalarga so'laganligi, ba'zilarga o'lim jazosi, ba'zilarga muddatsiz qamoq jazosi hukm qilinganligi, hatto tan jazosi orqali ularni vayron qilganligini bildirgan. Mazkur dokladda dunyo miqyosida olim va ommaviy bilim deb qaralgan kishilarning 2019-yili 238 kishi, 2020-yili 273 kishi qilgan so'zlar sababidan ayblanib tutqun qilingan. Bularning orasidagi 81 nafar yozuvchi Xitoyda tutqun qilingan bo'lib, buning 50%, ya'ni 40 nafari Sherqiy Turkistonda ekan. Shuning bilan Sherqiy Turkiston dunyodan yozuvchi shoirlar eng ko'p qamalgan rayon deb atalgan. Dokladda hozir Xitoy tutqundagi Qurbon Mahmud, Abduqodir Jaloliddin, Rahila Davud, Yalqin Ro'zi, Abdurahmon Abay, Vohidjon Osman, Yasin Zilol va Ilhom To'xti qatorliq 40 dan ortiq mashhur Uyg'ur ziyolisi, jamoat arbobi va yozuvchilarning qisqacha tarjimali tanishtirilgan. Ularning orasida Xitoy Kompartiyasi Yalqin Ro'zi va Ilhom To'xtini umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan. Qurbon Mahmud va Rahila Davud qatorliqlarning 2017-yildan buyon tutqun ekanligi dalillangan. Bir 1915-yili taxminan 1.500.000 Arman xalqi Osmanlı imperiyasi tarafidan qirg'in qilingan. 24 aprel kuni Amerika prezidenti Baydin tarixdagi bu qonli qirg'inchilikni tunji bo'lib irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan Amerika prezidenti bo'lgan. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi darhol bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining 24 aprelda qilgan 1915-yil voqealariga aloqador bayonotini qabul qilmaydiganligini, tarixiy voqealarni siyosiylashtirganligini, tarixiy masala to'g'risida hukm chiqarishda na axloqiy, na qonuniy salohiyati bo'lmagan Amerika prezidentining bayonotining hech qanday qiymati yo'qligini, Turkiyaning hargizmi qabul qilmaydiganligini bildirdi. Ermeniya xalqlarining qarshi Birinchi dunyo urushi mazgilida Germaniya va Avstriya, Vengriya ittifoqining Osmanlı harbiy kuchlari tomonidan taxminan 1.500.000 Arman xalqi qirg'in qilingan bo'lib,
Her yili 24 aprel kuni dunyoning har qaysi joylaridagi arman xalqlari o'z xalq tortgan irqiy qirg'inchilikni xotirlab kelgan. Hozirga qadar dunyodagi 20 dan ortiq davlat armanlarning tarixda tortgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. 1920-yili parchalanib ketgan Osmanlı imperiyasidan keyingi Turkiya faqat qirg'inchilikni e'tirof qilib, irqiy qirg'inchilik hukmini rad qilgan. Turkiya ayni vaqtda ishga urush portlab ocharchilik qo'shilib 300 mingdan 500 minggacha arman xalqining o'lishini keltirib chiqarganligini. Turkiyada o'xshash sondagi kishilarning urush va ocharchilikda qazo qilganligini bildirgan. Jo Baydin Amerikaning ziyonkashlikka uchraguvchilarni xotirlash uchun shunday qilganligini alohida ta'kidlab, uni hargiz unutib qolmaslik va bu sistemalik yo'qotish harakati haqida sukut qilmaslik kerakligini. Amerikaliklarning 106 yil ilgari irqiy qirg'inchilikda qazo qilgan armanlarga motam tutadiganligini. Tarixni jazmlashtirish birsini ayblash emas, balki o'tmishda yuz bergan ishlarning qayta ko'rilmasligi kafolatli qilish ekanligini ta'kidlagan. İsmini oshkorlashni xohlamagan Oqsaroydagi bir amaldor Washingtonning Turkiyani davomli Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining muhim a'zolarining biri deb qaraydiganligini bildirgan. İsra'iliye Qo'rshavostidagi G'azada shahid qilgan va jasadini 3 yildan keyin topshirib bergan 16 yoshli falastinlik o'smir dafn qilindi. G'azaning Rafah shahrida 2018-yili 29-mayda o'tkazilgan tinish namoyishda İsra'iliye askarlari o'q tutib shahid qilgan Yusuf Abu Jazarning dafn marosimi Rafah shahridagi bir masjidda o'tkazilib, shahar qabristonligiga dafn qilingan. Dafn marosimiga qatnashuvchilar Falastin bayrog'ini ko'tarishib, urush jinoyatchisi İsra'iliyaning sudga tortilishi kerakligi haqida chaqiriq e'lon qildi. İsra'iliye hukumati falastinlik o'smir Yusuf Abu Jazarning jasadini 3 yildan beri saqlab, payshanba kuni Bayt Xonumdagi İsra'iliye tekshirish punktida jasadni ota-onasiga va Mizon kishilik huquq markazining advokatiga topshirib bergan ekan. Mizon kishilik huquq markazining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda G'azaning İsra'iliye chegarasida 2018-yili 30-martda boshlangan buyuk qaytish yurish namoyishidan keyin İsra'iliye doiralari 5 kichik bolaning jasadini qo'shganda jami 22 falastinlikning jasadini qaytarmay saqlab, hozirgacha oran 3 kishining jasadining oilasiga topshirib berilganligini e'lon qilgan. Hindistonda Xitay virusining yuqum ahvoli yuqori pallaga yetgan bo'lib, 25 aprel yakshanba kuni e'lon qilingan diagnoz soni 350 ming bo'lgan. Bir kunda diagnoz qo'yish va qazo qilganlarning soni davomli yangi rekord yaratmoqda. Hindiston bosh ministri Narendra Modi ochiq-oshkora Xitay virusining butun Hindistonni og'ir ziyonga uchratganligini, Hindistonning davolash sistemasi yimirilish oldida turayotganligini, butun davlatda dori va oksigen bilan ta'minlash jiddiy bo'layotganligini bildirgan. Buningga qarata Amerika darhol Hindistonga vaksina materiallarini yetkazib berdiganligini, tez diagnoz qo'yish uskunalari, nafaslanish uskunalari va birinchi safdagi davolash uchun qo'g'dash kiyimi bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Yevropa birlashmasi Fransiya, Germaniya va Angliya qatorliq davlatlar yordam berishga va'da berdi. Xabarlar qilganda Dehlida o'tri hisob bilan har 4 minut ichida bir kishi Xitoy virusi bilan qazo qildi ekan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Hindistondagi bu xil Xitoy virusining jazmlashtirilgan ahvollari yana ich surish, qo'rsoq og'rish, beriktirgich parda yollig'i, esini yo'qotish, hatto burun va og'iz qanash qatorliq yangi kasallik alomatlarini paydo qilgan. Yoshlarning yuqumlanish nisbati ko'rinarli oshgan. Bu yangi kasallik alomatlarini Hindistonda bayqalgan yangi o'zgarishchan Xitoy virusi keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb faraz qilinmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.